Yer bizning uyimiz. Cheksiz koinot ummonida suzib yurgan kichik ko'k nuqta. Siz tanigan har bir inson, tarixda yashab o'tgan har bir odam, har bir orzu, har bir g'oya, har bir sevgi va har bir kurash aynan shu sayyorada sodir bo'lgan. Biz uchun yer ulkan tuyuladi. Ammo koinot miqyosida u deyarli ko'rinmas zarra xolos. Bugun biz hayratlanarli sayohatga chiqamiz. Yerdan uzoqlashamiz. Atmosferani ortda qoldiramiz. Oydan ham uzoqqa yo'l olamiz. Sayyoralar va yulduzlar orasidan o'tamiz. Va koinotning haqiqiy ulkanligini ko'rishga harakat qilamiz. Sayohatimizning birinchi bekati Oy. Oy Yerdan taxminan 384 ming kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu masofa shunchalik kattaki, agar siz avtomobilda soatiga 100 kilometr tezlikda yo'lga chiqsangiz, Oyga yetib borish uchun 160 kundan ortiq vaqt kerak bo'lardi. Oy yuzasidan qaraganda esa Yer butunlay boshqacha ko'rinadi. Qora boshliqda suzib yurgan Mort ko'kshar. Ana shu manzara insonni oz-orni haqida o'ylashga majbur qiladi. Mana bizning uyimiz Oy yuzasidan aynan shunday ko'rinadi. Ammo bu hali sayohatning boshlanishi xolos. Endi yo'limizni Quyosh tomon buramiz. Quyosh Yerdan bir astronomik birlik uzoqlikda joylashgan. Bu taxminan 150 million kilometr degani. Yorug'lik soniyasiga 300 ming kilometr tezlikda harakat qiladi. Shunga qaramay, Quyoshdan chiqqan nur Yerga yetib kelishi uchun 8 daqiqa 20 soniya vaqt sarflaydi. Tasavvur qiling. Agar siz yo'lovchi samolyotida soatiga 900 kilometr tezlikda uchsangiz, Quyoshga yetib borish uchun qariyb 19 yil kerak bo'lardi. Bu raqamlar koinotning naqadar ulkan ekanini ko'rsatadi. Va bu hali faqat bizning Quyosh tizimimiz ichidagi masofalar. Endi esa nigohimizni Marsga qaratamiz. Qizil sayyora. Insoniyatning eng katta orzularidan biri bo'lgan manzil. Mars va Yer orasidagi masofa doimiy emas. Ikki sayyora orbitada harakat qilgani sababli ular ba'zan bir-biriga yaqinlashadi, ba'zan esa uzoqlashadi. Eng yaqin paytda Mars bizdan taxminan 54 million kilometr uzoqlikda bo'ladi. Ammo eng uzoq nuqtada bu masofa 400 million kilometrdan ham oshishi mumkin. Tasavvur qiling. Agar siz oddiy yo'lovchi samolyotida Marsga uchmoqchi bo'lsangiz, manzilga yetib borish uchun o'nlab yillar kerak bo'lardi. Shuning uchun Marsga yuborilgan apparatlar eng ilg'or texnologiyalar yordamida uchiriladi. Har bir missiya millionlab kilometr masofani bosib o'tadi. Har bir signal esa kosmos bo'ylab uzoq yo'l yuradi. Ammo Quyosh tizimining haqiqiy ulkanligini his qilish uchun bundan ham uzoqroqqa borishimiz kerak. Oldimizda Neptun turibdi. Quyosh tizimidagi eng uzoq yirik sayyoralardan biri. Neptun Yerdan taxminan 4-5 milliard kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu masofani tasavvur qilishning o'zi qiyin. Quyoshdan chiqqan yorug'lik Neptungacha yetib borish uchun 4 soatdan ortiq vaqt sarflaydi. Biz esa hali ham Quyosh tizimidan chiqib ketganimiz yo'q. Endi insoniyat yaratgan eng uzoq sayohatchi bilan uchrashamiz. Voyager 1. 1977 yilda uchirilgan bu kosmik apparat bugungi kungacha o'z safarini davom ettirmoqda. U allaqachon Yer sayyorasidan 22 milliard kilometrdan ortiq uzoqlashgan. Voyager 1 inson tomonidan yaratilgan eng uzoq obyekt hisoblanadi. U jimjit kosmosda yolg'iz harakat qilmoqda. Go'yo insoniyatning koinotga yuborgan xabarchisidek.
1990 yilda mashhur astronom Carl Sagan ajoyib taklif bilan chiqdi. Voyager bir kameralarni ortga, yer tomonga burdi. Natijada tarixdagi eng mashhur suratlardan biri olindi. Pale Blue Dot, ya'ni xira moviy nuqta. 6 milliard kilometr masofadan qaralganda yer deyarli ko'rinmas edi. Kadrda u atigi bitta kichik yorug' nuqta sifatida namoyon bo'lgan. Ana shu nuqtada insoniyatning butun tarixi yashiringan. Barcha davlatlar, barcha urushlar, barcha g'alabalar, barcha orzular va sizning butun hayotingiz ham. Carl Sagan shunday degan edi. Bizning sayyoramiz ulkan kosmik qorong'ulikdagi yolg'iz nuqtadir. Bu surat bizga bitta haqiqatni eslatadi. Bizning yagona uyimiz Yer va uni asrash faqat o'z qo'limizda. Voyager bir ortda qolmoqda. Ammo bizning sayohatimiz endi haqiqiy koinot sari boshlanadi. Quyosh tizimining eng chekka hududlaridan birida olimlar taxmin qiladigan ulkan mintaqa mavjud. Bu Oort buluti. Muz va changdan iborat milliardlab obyektlardan tashkil topgan ulkan sfera. Taxminlarga ko'ra, u Quyoshdan 100 ming astronomik birlik masofagacha cho'zilgan. Bu esa qariyb 2 yorug'lik yiliga teng. Shu yerda Quyoshning ta'siri asta-sekin zaiflashadi va biz yulduzlararo fazoga kiramiz. Endi oldimizda eng yaqin yulduz turibdi. Alfa Centauri. Bu Quyoshdan keyin bizga eng yaqin yulduz tizimi hisoblanadi. U Yerdan taxminan 4-3 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Bu raqam oddiy eshitilishi mumkin. Lekin aslida bu qariyb 41 trillion kilometr degani. Tasavvur qiling. Agar Voyager bir shu yo'nalishda uchayotganida ham Alfa Centauriga yetib borish uchun 70 ming yildan ortiq vaqt kerak bo'lardi. Bu esa insoniyat tarixidan ham uzoqroq davr. Yulduzlar orasidagi boshliq biz tasavvur qilganimizdan ancha ulkan. Endi esa o'z uyimizga, Somon yo'li galaktikasiga nazar tashlaymiz. Bu galaktika diametri taxminan 100 ming yorug'lik yiliga teng bo'lgan ulkan spiral tizimdir. Unda yuzlab milliard yulduzlar mavjud. Har bir yulduz atrofida sayyoralar bo'lishi mumkin. Balki ulardan ayrimlarida hayot ham bordir. Bizning Quyosh tizimimiz esa bu ulkan galaktikaning oddiy bir chekkasida joylashgan. Go'yo ulkan shahardagi kichik bir uy kabi. Insoniyatning kosmosdagi ta'siri esa bundan ham kichikroq. Yer yuzidan uzatilgan radio va televizion signallar atigi 100 yorug'lik yili masofagacha yetib borgan. Bu radio pufagi deb ataladi. Uning tashqarisida esa insoniyat mavjudligini hech kim bilmaydi. Agar Somon yo'lining boshqa chekkasida biror sivilizatsiya mavjud bo'lsa, ular hali biz haqimizda mutlaqo bexabar. Bizning barcha tariximiz, barcha yutuqlarimiz, barcha xabarlarimiz galaktika miqyosida deyarli sezilmaydi. Ammo Somon yo'li ham koinotdagi yagona galaktika emas. Biz mahalliy guruh deb ataladigan galaktikalar oilasining bir qismimiz. Bu guruh tarkibida 50 dan ortiq galaktika mavjud. Eng mashhurlari Somon yo'li va Andromeda. Mahalliy guruhning diametri taxminan 10 million yorug'lik yiliga teng. Bu masofani tasavvur qilishning o'zi qiyin. Bir chekkadan ikkinchi chekkagacha yorug'likning o'zi 10 million yil davomida harakat qilishi kerak. Shu nuqtada inson tafakkuri koinotning haqiqiy ulkanligini his qila boshlaydi. Ammo bizning sayohatimiz hali yakuniga yetgani yo'q.
Mahalliy guruh ham koinotdagi ulkan tuzilmalarning faqat bittasi xolos. Oldimizda yanada ulkan kosmik tizim paydo bo'ladi. Bu Virgo superklaster. U yuzlab galaktikalar guruhlari va minglab galaktikalarni o'z ichiga olgan gigant tuzilma. Virgo superklasterining diametri taxminan 110 million yorug'lik yiliga teng. Bu masofani tasavvur qilish deyarli imkonsiz. Somon yo'li kabi galaktikalar bu ulkan tuzilma ichida oddiy nuqtalar xolos. Ammo koinot bizni yana bir bor hayratda qoldiradi. Virgo superklasteri ham aslida undan kattaroq tizimning bir qismi ekan. Bu tizim Laniakea. Gavayi tilidan tarjima qilinganda bu so'z ulkan osmon degan ma'noni anglatadi. Va bu nom unga juda mos keladi. Laniakea diametri 500 million yorug'lik yilidan ortiq bo'lgan ulkan galaktikalar tarmog'idir. Unda 100 minglab galaktikalar mavjud. Somon yo'li, mahalliy guruh, Virgo superklasteri. Bularning barchasi Laniakeaning kichik qismlaridir. Biz yashayotgan galaktika bu ulkan tuzilma ichidagi oddiy bir nuqta xolos. Endi esa sayohatimizning eng uzoq nuqtasiga yetib kelamiz. Kuzatiladigan koinot chegarasi. Bugungi hisob-kitoblarga ko'ra, kuzatiladigan koinotning diametri taxminan 93 milliard yorug'lik yiliga teng. Bu raqamni tasavvur qilish deyarli mumkin emas. Shu yerda bir savol tug'iladi. Agar koinotning yoshi taxminan 13-8 milliard yil bo'lsa, qanday qilib uning diametri 93 milliard yorug'lik yiliga teng bo'lishi mumkin? Javob koinotning kengayishida yashiringan. Taxminan 13-8 milliard yil avval katta portlash sodir bo'lgan. O'shandan buyon fazoning o'zi kengayib bormoqda. Galaktikalar shunchaki harakatlanmayapti. Ular orasidagi fazo ham kengaymoqda. Shuning uchun biz kuzatayotgan koinot dastlabki hisob-kitoblardan ancha kattaroq ko'rinadi. Bugungi kungacha koinot kengayishda davom etmoqda. Va ehtimol milliardlab yillar davomida ham kengayishda davom etadi. Ammo eng hayratlanarlisi boshqa savol. Kuzatiladigan koinotning narigi tomonida nima bor? Buni hozircha hech kim bilmaydi.